Ilm ma'rifatli ayol nafaqat o'z taqdiri, balki mamlakat rivojiga ta'sir ko'rsata oladigan kuch hisoblanadi. So'nggi yillarda yurtimizda xotin-qizlar ta'limiga qaratilayotgan e'tiborda ham ana shunday ezgu maqsad mujassam. Natijada ilm yo'lini tanlayotgan qizlar soni yurtimizda yildan-yilga ortib boryapti. Mavzuni aniq raqamlar bilan davom ettiramiz. Hozirda mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida 1.600.000 nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda. Ularning 904.000 nafarini, ya'ni 54% dan ortig'ini qizlar tashkil etadi. Bu ko'rsatkich 2017-yilga nisbatan qariyb 16% ga oshganidan dalolat. Magistratura bosqichida o'qiyotgan 59.000 talabaning 40.000 ga yaqini xotin-qizlar bo'lib, ularning ulushi 67% ni tashkil etadi. Bu avvalo magistraturaga qabul qilingan qizlarning kontrakt to'lovlari davlat tomonidan qoplab berilayotgani bilan bog'liq. 2022-yildan buyon ushbu maqsadga davlat budjetidan 408 milliard so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi. Foizsiz ta'lim kreditlarining ajratilishi ham qizlarimiz uchun juda katta motivatsiya bo'ldi, chunki agar shartnoma asosida o'qishga imkoniyat bo'layotgan bo'lsa, bu hech qanaqa ikkilanishiga asos bo'lmayapti, chunki foizsiz demak bemalol shartnoma asosida ta'lim olish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Shuningdek, 5 yillik stajga ega bo'lgan xotin-qizlarga mana Oila va xotin-qizlar qo'mitasining tavsiyanomasi asosida tahsil olishdagi imkoniyatlar ham o'z o'rnida ana shu imkoniyatlarning bir asosiy bosqichi desak ham bo'ladi. Tahlillarimiz doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlariga ham ajratilayotgan kvotalarni biz ko'rishimiz mumkin. Jami 4.000 dan oshiq davlat grantlari kvotasi ajratilgan. Shuningdek, kamida 5 yillik stajga ega bo'lgan xotin-qizlar uchun esa mana shu 2025-26 o'quv yilida o'zida 2.5 dan ortiq kvota ajratilgan bo'lib, bugungi kunda 855 nafar abituriyentlar talabalikka tavsiya etilgan. Darhaqiqat, so'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarni oliy ta'limga qamrab olish ko'rsatkichi sezilarli darajada oshib, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligi yangi bosqichga ko'tarildi. Bunday yuksak natijalarga esa davlatimiz rahbarining oliy va professional ta'lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mustahkam asos bo'lmoqda. Ushbu huquqiy hujjat ijrosi doirasida yaratilgan tizimli imtiyozlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar samarasi yildan-yilga ortib bormoqda. Bir yosh olim, tadqiqotchi va startapchi sifatida ayta olaman, O'zbekistonda hurmatli yurtboshimizning bizga bergan imkoniyatlari juda ham ko'p. Bir loyiha yuzasidan shuncha yutuqqa erishishda albatta biz yoshlarga berilgan sharoitlar, imkoniyatlar samarasi deb bilaman. Ekoasfalt loyihasi bu plastik chiqindilarni qayta ishlash orqali asfalt yo'llar sifatini yaxshilashga qaratilgan loyiha hisoblanadi. Bunda biz plastik chiqindilarni qayta ishlash orqali xomashyo sifatida foydalanamiz va bu asfalt yo'llar sifatini yaxshilashda bir muncha qulayliklar yaratyapti. Xususan, plastik chiqindilarni o'zib oddiy yo'llarimiz bitum hamda qum, shag'al, shebin, mineral kukundan iborat bo'ladi va biz yo'llarni sifatini yaxshilashda mana bunday plastik chiqindilar, ya'ni polietilen paket hamda plastik idishlardan foydalanamiz. Bunda biz kerakli temperatura va bosimni berish orqali plastik chiqindini kerakli haroratga yetkazgandan keyin bitumni modifikatsiya qilish orqali asfalt yo'llarni sifatini yaxshilayapmiz. Bunda asosiy e'tiborimiz biz plastik chiqindilarni to'g'ri qo'llay olishimiz. Bu loyihani asosiy mezoni hisoblanadi. O'zbekiston iqlimi keskin kontinental, yozda issiq, qishda esa sovuq. Va shuni hisobga olgan holda temperaturaga, bosimga va mana shu tabiatiga mos asfaltni hozir eng optimal variantda ishlab chiqyapmiz. Plastik asfaltimiz oddiy yo'lga qaraganda bir muncha parametrlar jihatdan yaxshi chiqyapti. Xususan, birinchi zichligi hozir oddiy yo'lga qaraganda ancha zich asfalt yuzaga kelyapti. Qolaversa, suvga chidamliligi. Suvga chidamliligini biz ISO standartlari orqali tekshirganimizda 1 dan 4 gacha javob berish kerak edi. Bizda bu 0.25 chiqyapti va bu yo'l uchun juda ham yaxshi natija. Ya'ni bu drenaj asfalt hisoblanadi. Suv o'ziga shinmasdan suv oqib ketaveradi pastga. O'zida suv turmagandan keyin u asfalt yo'l hech qanaqa yoriq paydo qilmaydi va muzlamalar kam bo'ladi oddiy yo'lga qaraganda. Va qolaversa, zichligi yaxshi degani bu yuqori katta hajmdagi yuk mashinalari o'tganda ham hech qanaqa yoriq yoki turli xil
noqulayliklar keltirib chiqarmaydi. Bu loyiha ustida 2025-yil oktyabr oyida Yaponiya delegatsiyasining O'zbekistonga onlayn transformatsiya bo'ldi. Zoom orqali gaplashganimizda olingan natijalarni Yaponiyaga ko'rsatganimizda olimlarga bu yaxshi natija deyishdi. Kelajak uchun rejalarimiz albatta birinchi navbatda yo'llarni sifatini bundan ham oshirish. Ya'ni nafaqat O'zbekiston uchun, nasib bo'lsa Eko-asfalt milliy brendi ostida mustaqil davlatlar hamdo'stligi va nasib bo'lsa jahon bozorini egallash niyatimiz bor. Hurmatli yurtboshimizning bu loyihalarga ajratilayotgan imkoniyatlari, bizga berilayotgan sharoitlar, qolaversa ajratilayotgan summalar ham kichkina summa emas. Biz loyihachilar uchun o'zi albatta har bitta loyiha boshlamoqchi bo'lgan har bitta startaplarda bir qo'rquv bo'ladi, hadik bo'ladi, boshlay olarmikinman, qo'llab-quvvatlash bo'larmikan yoki eplay olarmikinman degan bir qo'rquv bo'ladi. Hurmatli yurtboshimizning kechagi videoselektori esa men sizlar bilanman, men yoshlar bilanman, yosh olim, tadqiqotchi, startapchilar bilanman degan gaplari biz uchun yana bir motivatsiya bo'ldi va bundan ham dadil qadam tashlashga va imkoniyatlardan keraklicha samarali foydalanishga ilhom bo'la oldi deb ayta olaman. Imkoniyatlar faqat oliy ta'lim bilan cheklanmaydi. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab texnikumlarda qurilish, transport, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida o'qishga qabul qilingan minglab qizlar davlat granti asosida tahsil olmoqda. Shu bilan birga doktorantura va stajyor tadqiqotchilikda ta'lim olayotganlarning 60% dan ortig'ini ayollar tashkil etadi. Aytish joizki, mamlakatimizda xotin-qizlar ta'limini rivojlantirishga qaratilgan harakatlar natijasida olima ayollar soni ham yildan-yilga ortib boryapti. Ularning loyihalarini qo'llab-quvvatlashda esa olima ayollar tanlovining o'rni alohida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni yuzasidan Innovatsion rivojlanish agentligi hamda Oila va xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda amaliy va innovatsion loyihalar bo'yicha olima ayollar tanlovini o'tkazib borish belgilangan. Tahlillarga e'tibor qaratamiz. 2021-yilda tanlovga topshirilgan loyihalar soni 111 tani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 342 taga, 2025-yilda esa 540 taga yetgan. Hozirgi kunda respublikamizda zamonaviy yuqori qavatli binolar qurilishida energiya tejamkorlik muhim masala sifatida turibdi. Bizning tadqiqotimiz aynan shu energiya tejamkorlikni yechish maqsadida biz O'zbekiston hududidagi mavjud magmatik tog' jinslaridan issiqlikni himoyalovchi materiallar asosida o'sha bino inshootlarini tashqi va ichki issiqligini saqlab qolgan holda yoki tashqaridan issiqlik kirishini saqlagan holda issiqlikni himoyalovchi materiallarni qo'llash maqsadida biz texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganmiz. Yo'nalishda biz olima ayollar loyihasida grant yutib olib izlanish olib borganmiz. Tadqiqot natijalarimiz yaxshi natija berdi. Ular asosida biz issiqlik himoyalovchi materiallarni sinovdan o'tkazdik. Yana korxonalarga, o'sha bazalt tola ishlab chiqariladigan korxonalar Jizzaxda joylashgan, Andijonda joylashgan korxonalarga borganimizda ulardagi muammolarni o'rgangan holda biz shu loyihani amalga oshirganmiz. Xalqaro hamkorlikda, masalan, Xitoy, Ukraina olimlarni ishlarini o'rgangan holda, rossiyalik olimlarni ishlarini o'rgangan holda hamda hamkorlikda biz o'sha loyihalarni amalga oshirganmiz. Biz bu loyiha bilan olima ayollar tanlovida qatnashdik. 500 millionlik loyiha yutib olib, u loyihani 1 yil davomida amalga oshirib, yaxshi natijalarga erishdik. Hozirgi paytda O'zbekistonda 2025-yil holatiga ko'ra falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'lganlar 14944 nafar bo'lib, shundan ayollarning ulushi 34,7%dir. Shuningdek, 2757 nafar fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lganlarning 28,4% ulushi ayollar hisobiga to'g'ri keladi. Ta'kidlash joizki, 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida ilmiy darajaga ega bo'lgan ayollarning sonini oshirish
oshirish uchun maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Bunda falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'lgan ayollar sonini 2027-yilda 2850 nafarga, 2030-yilda 3700 nafarga yetkazish, fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lgan ayollar sonini esa 2027-yilda 950 nafarga, 2030-yilgacha mavjud raqamlarni qariyb 2 baravarga oshirish maqsad qilingan. 2023-2024 hamda 25-yilda 3 yil vaqt mobaynida mana shu olima ayollar tanlovida grant g'olibi sifatida e'tirof etildim. Ilmiy ishlarim asosan O'zbekistonda global iqlim o'zgarishlari, ularni aholi salomatligiga bevosita ta'siri bilan bog'langan. Biz bilamizki, bugungi kunda mana jahonda o'zingizga yaxshi ma'lumki, aynan iqlim o'zgarishlari bilan bevosita bog'liq ravishda aholi kasalliklarining hududiy tarkibida birmuncha o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa mana yaxshi bilamizki, ekologik omillar ta'sirida sivilizatsiya kasalliklarini ortib borayotganligi, bu taraqqiyot omili deymiz, yurak-qon tomir, nafas olish, turli xil allergik rinit, bronxial astma singari qator kasalliklar salmog'i ortib boryaptiki, aynan mana shu grant loyihamizda ushbu kasallik turlarini O'zbekistonning turli viloyat hamda tumanlarida o'ziga xos hududiy xususiyatlarni ochib berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Grant loyihalar mobaynida respublikamizda turli mintaqalarda sotsiologik so'rov ishlarini olib bordik, hamda tumanlar doirasida 200 dan ortiq xaritalar ishlab chiqildi. Bu xaritalar 21 ta kasallik sinfiga bag'ishlangan. Bular orasida onkologik, ya'ni xavfli o'sma kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, endokrin tizim, misol uchun suyak muskul, ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq mana shu 21 ta kasallik sinfini oxirgi 35 yil vaqt mobaynidagi hududiy o'zgarishlar dinamikasiga asoslangan xaritalar yaratilgan deya olamiz. Va shu o'rinda aytishimiz kerakki, aynan grant loyihalar doirasida 2023-yilda Germaniyaning Potsdam shahrida bevosita mana shu iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq ilmiy konferensiyada ishtirok etdik. 24-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Chikago hamda Nyu-York universitetlarida bevosita aynan mana shu global iqlim o'zgarishlari bilan bevosita bog'liq katta ilmiy anjumanda o'z ma'ruzam bilan ishtirok etdim. Men o'ylaymanki, kelgusida aynan mana shu ilmiy loyihaga tegishli ishlar nafaqat respublikamizda, Markaziy Osiyo uchun ham bugungi kunda nihoyatda muhim deb o'ylayman. Mana Markaziy Osiyoda nafaqat bugun chuchuk suv muammosi, cho'llashuv jarayoni, balki mana shu ayrim kasallik turlarini birmuncha ortib borayotganligi ham sir emas. Yana bir narsani aytishimiz kerak, o'sha aholini ekologik madaniyatini, tibbiy madaniyatini oshirishga ham mana shu grant loyihasi katta xizmat qiladi degan umiddaman. Alohida ta'kidlash kerakki, Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini oshirish, xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish va ularni zamonaviy ilmiy maktablarga integratsiya qilish maqsadida qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2023-2026-yillarda 231 nafar yosh olima ayol xorijning 28 ta davlatidagi nufuzli ilmiy tashkilotlarga 44 ta ilmiy yo'nalish bo'yicha stajirovka o'tash uchun yuborildi. Bu jarayonni moliyalashtirish uchun esa 14 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Mana oxirgi 10 yillikda ayniqsa mana shu olima ayollarga, turli xil innovatsion mana shu g'oyalarga juda katta respublikamizda e'tibor berilyapti. Grant loyihalari e'lon qilinib, mana qator loyihalarni qo'lga kirityapmiz. Bulardan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad, demak, respublikamizda ilm fanni rivojlantirish. Biz ham aynan mana shu olingan loyiha mablag'lari hisobiga O'zbekiston Respublikasining 1-chi, 2-chi, 4 ta tom tibbiy geografik atlasini yaratishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu atlaslar tarkibida 300 ga yaqin xaritalar o'z aksini topgan va respublikamizda faoliyat olib borilayotgan geografiya, ekologiya mutaxassisligi talabalariga mana yaqin kunlarda mana shu yaratilayotgan atlaslarimiz taqdim qilinadi degan umiddaman. Bugungi kunda xotin-qizlarning ilm fandagi faolligi yurtimizda innovatsion taraqqiyotni ta'minlashda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu borada esa davlatimiz rahbarining oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda.
Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan gender siyosatini nihoyatda jadallik bilan olib borilishi natijasida ayollarga bo'lgan munosabat yildan yilga ortib bormoqda. Masalan, boshqaruv tizimida 33% ayollar tashkil etilishi, ilm-fan yo'nalishida o'tgan yili 48% egallagan bo'lsa, o'sish sur'ati bu yil 50 ga yaqinlashganligi buni yaqqol isbot sifatida ayta olamiz. Masalan, olima ayollar ko'rik tanlovida tarix va arxeologiya yo'nalishida g'olib sifatida e'tirof etildim. Meni grant loyiham qadimgi Turon va Mesopotamiya o'rtasida madaniy aloqalar, arxeologik materiallar asosida deb nomlanadi. Dolzarbligi shundaki, asosan qadimgi Sharq xalqlari tarixida O'rta Osiyo deyarli tilga olinmaydi. Ya'ni 10 yillar bo'ldi oks sivilizatsiyasi sifatida fanda juda katta bir ilmiy yangiliklar amalga oshirilyapti. Ya'ni oks sivilizatsiyasi hattoki chet ellik olimlar tomonidan qadimgi Sharqning 5-sivilizatsiya o'chog'i sifatida tan olindi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Birinchi bosqichda Harappa bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib chiqqan bo'lsam, bu grant loyihamda esa Mesopotamiya bilan bevosita aloqalarni moddiy, ya'ni arxeologik manbalar asosida ko'rsatib berishga harakat qildim va juda katta bir ilmiy yo'nalishimda yangi bir materiallarni olishga muvaffaq bo'ldim. Nafaqat madaniy, balki savdo yo'nalishida, balki ko'plab yo'nalishlarda teng miqyosda madaniy aloqalarga kirishganligimiz, Mesopotamiya bilan asosan e'lom orqali bevosita savdo aloqalari o'rnatilganligi ilmiy loyihamda ko'rsatib berildi. Loyiham doirasida bitta monografiya, 2 Scopus maqolasi topshirildi va vaqt jurnallariga maqolalar chop ettirdik. Bundan tashqari xotin-qizlarni ilm-fanga keng jalb etish maqsadida olima ayollar grantlari tanlovlari muntazam tashkil etib kelinmoqda. Shu kungacha mazkur tanlovlarga jami 1612 ta loyiha topshirilgan bo'lib, ulardan umumiy qiymati 127 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 156 ta loyiha moliyalashtirildi. Shuningdek, 2026-yilda olima ayollar rahbarligidagi amalga oshiriladigan qiymati 35 milliard so'mlik yana 19 ta ilmiy tadqiqot loyihasini moliyalashtirish rejalashtirilgan. 2026-yilda qariyb 35 milliard so'm bo'lgan 20 ta loyihalar moliyalashtirilgan. Har birida olim ayollarimiz faqatgina ishtirok etyapti. Undan tashqari Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan tashkil etilgan akademik harakatchanlik tanlovi doirasida 2025-yilda 35 ta olima ayollar, xotin-qizlarimiz g'olib bo'lib, o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini rivojlantirish va boshqa institutlarda, boshqa tashkilotlarda olib borish imkoniyatiga ega bo'lgan. Faqat bu ko'rsatkichlar faqatgina yurtimizda emas, xorijiy ilmiy stajirovkalar ham yuborish sohasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga 2024 va 2025-yillarda 135 nafar xotin-qizlarimiz xorijiy ilmiy stajirovkalar g'olibi bo'lgan va ular Xitoy, Turkiya, Ispaniya, Vengriya, AQSh kabi davlatlarga ilmiy stajirovkalar o'tib qaytyapti. Hozirda ham bir qancha tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, u yerda ham ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarimizning o'rni salmoqli hisoblanadi. Shuningdek, ilmiy loyihalar bo'yicha hozirgi kunda bir qancha imkoniyatlar yaratilgan, ya'ni elektron platforma orqali loyihalarni topshirish imkoniyati mavjud. Bu ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, ortiqcha qog'ozbozliklarni oldini olishga yordam beradi. Ya'ni ular platformaga kirishadi va u yerdagi agar yangi topshirayotgan bo'lsa, u yerdagi instruksiyasini ko'rib chiqib, bemalol o'zlari loyiha topshirishlari mumkin. Fan, ta'lim, san'at, madaniyat, texnika, texnologiya, sport. Bugun yurtimizning qaysi bir sohasiga qaramang, mamlakatimiz xotin-qizlarning faolligini va ularning yutuqlarini ko'rishingiz mumkin. Bu esa o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Yurtimizda xotin-qizlarning ta'limini rivojlantirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning samarasidir.